Eronda namoyishlar yana avjiga chiqdi. Eron hukumati so'nggi yillarda o'z boshqaruviga qarshi yo'naltirilgan bir necha bor umumxalq norozilik to'lqinlarini asosan kuch ishlatish orqali bostirib kelgan. Biroq bu safar mamlakat rahbariyati mutlaqo yangi va murakkab vaziyatga duch kelmoqda. Ichki ommaviy noroziliklar kuchayishi bilan bir vaqtda Isroil va AQSh tomonidan ehtimoliy harbiy zarbalar xavfi ham ortib bormoqda. Shunday vaziyatda yetakchi ommaviy axborot vositalari Eron rahnamosi Oyatulloh Xamenei va 20 nafar yuqori lavozimdagi shaxslar mamlakatni tark etish haqidagi xabarlar tarqaldi. Zamonuzning navbatdagi tahlil markazida Eron va u yerdagi namoyishlar. Eronda bir haftadan buyon davom etib kelayotgan namoyishlar hukumatni oyoqqa turg'izmoqda. Garchi bu galgi namoyish 2022-yildagi ayollar boshchiligidagi ommaviy qo'zg'olon yoki 2019-yilda yoqilg'i narxlari oshishi ortidan yuzaga kelgan noroziliklar darajasiga yetmagan bo'lsa-da, hozirgi chiqishlar yuqori martabali amaldorlarni jiddiy xavotirga solgan va AQSh hamda Isroilning tezkor siyosiy javob qaytarishiga sabab bo'lgan. Rasmiylar bu ikki muammoni hal qilishda bosh berk ko'chaga kirib qolgandek ko'rinmoqda. Namoyishlarni qo'zg'atayotgan iqtisodiy tanazzulni to'xtatish bo'yicha aniq reja yo'q. Yadroviy dastur borasida esa Isroil va AQShni qoniqtira oladigan darajada yon berish istagi Eron hukumatida sezilmayapti. Bu esa Eronni navbatdagi harbiy zarbalar nishoniga aylantirishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp juma kuni ijtimoiy tarmoqdagi bayonotida agar Eron hukumati tinch namoyishchilarni o'ldirsa, AQSh aralashishini bildirdi. U biz jangovar holatdamiz va harakatga tayyormiz deya tahdid qildi. Isroil rasmiylari ham namoyishlarni ochiq qo'llab-quvvatlamoqda. Isroilning innovatsiyalar, fan va texnologiyalar vaziri Gilla Gamliel ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video murojaatida Isroil sizlar bilan birga va biz sizlarni barcha yo'llar bilan qo'llab-quvvatlaymiz degan. Shanba kuni AQSh harbiylari Eronning eng yaqin ittifoqchilaridan biri bo'lgan Venesuelaga zarba berdi va mamlakat yetakchisi Nikolas Maduroni qo'lga oldi. Prezident Tramp Washingtonga Venesuelani vaqtincha boshqarishni e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio esa boshqa davlatlar bundan xulosa chiqarish kerakligini aytgan. Bu voqealar Eron siyosiy elitasida jiddiy larzani yuzaga keltirdi. Qattiqqo'l qarashlari bilan tanilgan eronlik sharhlovchi Ali G'olhakiyning ta'kidlashicha, Venesuela va Suriyadagi siyosiy qulashning asosiy sababi iqtisodiy tanazzul va xavfsizlik kuchlarining ruhiy tushkunligi bo'lgan. Agar politsiya, xavfsizlik kuchlari va harbiylar o'z hayoti uchun kurashayotgan bo'lsa, himoya chizig'i qulaydi. Bu Eron uchun juda xavfli signal, deydi u. Trampning bayonotidan so'ng Eron Oliy Milliy xavfsizlik kengashi favqulodda kechki yig'ilish o'tkazdi. Rasmiylar namoyishlarni kamroq zo'ravonlik bilan bostirish va bir vaqtning o'zida ehtimoliy tashqi hujumlarga tayyorgarlik ko'rish masalasini ham muhokama qilgan. Manbalarga ko'ra, hukumat doirasida Eron Islom Respublikasi tirik qolish rejimiga o'tganini ochiq tan olganlar bor. Prezident Mas'ud Pezeshkian ham so'nggi haftalarda ochiq chiqishlarda mamlakat muammolarini hal qilish bo'yicha aniq g'oyalari yo'qligini aytgan. Jamiyatda adolatsizlikka asoslangan har qanday siyosat baribir muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Xalqni eshitishimiz kerak, deydi u noroziliklar boshlangandan keyingi ilk nutqida. Eron Markaziy bank rahbarlari almashtirish va valyuta siyosatini o'zgartirish kabi choralarni ko'rdi, biroq bu amalda vaziyatni o'zgartirmadi. Tahlilchilarga ko'ra, iqtisodni tiklash uchun AQSh bilan yadroviy kelishuvga qaytish va korrupsiyaga qarshi keskin choralar talab etiladi, ammo rasmiy Tehron hali bunga tayyor emas. 2018-yilda AQSh yadroviy kelishuvdan chiqqach, Eron neft eksporti va bank tizimiga og'ir sanksiyalar joriy etildi. 2025-yil sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti sanksiyalarining qayta tiklanishi esa milliy valyutani yanada qulatdi. Isroil Eronning yadroviy va harbiy obyektlariga nisbatan suiqasdlar va portlashlar uyushtirib kelmoqda. Iyun oyida Isroilning kutilmagan hujumi 12 kunlik to'qnashuvga sabab bo'ldi va AQSh Eron yadroviy inshootlarini jiddiy shikastladi. Hozir Tehron ichki beqarorlik kuchaysa-da, Isroil yana zarba berish mumkin degan xavotir kuchaygan. Noroziliklar kichik shahar, hududlar va universitet kampuslarda avj olmoqda. Namoyishda Xameneiga o'lim, erkinlik kabi shiorlar yangramoqda. Ba'zi hududlarda esa namoyishlar tartibsizlikka aylanib, davlat binolari, avtomobillar va texnika yoqib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kamida 8 nafar namoyishchi va 2 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'lgan. Shunday noroziliklar vaqtida G'arb mediasida oliy rahnamo Oyatulloh Xamenei va yuqori lavozimdagi 20 nafar shaxsning Moskvaga qochib ketish haqidagi bir reja o'rtaga chiqdi. The Times nashriga ko'ra, Xamenei iyun oyida Isroil bilan bo'lgan 12 kunlik qurolli to'qnashuvdan so'ng jismonan va ruhan ancha zaiflashgan. Bu xulosa G'arb razvedka idoralaridan birida tayyorlangan psixologik tahlilga asoslangan bo'lib,
unda Eron oliy rahnamosi paraniyat kayfiyatdagi rahbar sifatida tasvirlangan. Qiziq tomoni esa rahnamoning qochishi Suriyaning sobiq qochoq prezidenti Bashar Asadning Moskvaga qochish rejasiga o'xshatilmoqda. Isroil razvedkasi vakili Ben Sammitning fikricha, Moskva Xamanay uchun ehtimoliy manzil hisoblanadi, chunki uning boshqa borish joyi deyarli yo'q. The Times holatni Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad oilasi bilan Rossiyaga qochib borib, u yerda boshpana topgani bilan qiyoslaydi. Kreml vakili Dmitriy Peskov esa Asadning ketishini uning shaxsiy qarori sifatida baholagan edi. Xabarda shuningdek Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larijoniy va boshqa yaqin amaldorlarning AQSh, Kanada va Dubayda qarindoshlari borligi qayd etilgan. Ayni paytda Eronda yuqori inflyatsiya sabab bir necha kundan beri namoyishlar davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp esa kuch ishlatilsa vaziyatga aralashishga tayyorligini bildirgan. Siyosatshunos Farhod Karimov rahnamoning qochishi haqiqatga yaqin emasligi va uning rejasi Bashar Asadga o'xshamasligini aytgan. Chunki Asad hukumatiga keladigan qarshi kuch bor. Oyatullohda esa vaziyat umuman boshqacha. Eronda hozir hukumatni egallayman degan kuchlar yo'q-ku. Kimga tashlab ketadi? Kimdan qochib ketadi? Masalan, bu bir. Ikkinchisi, Xamanay mashhuraviy rahbarda, ya'ni diniy rahbar. U hukumatni qiladigan ishlari uchun vakolat kirmay javob bermaydi masalan. U agarda norozilik bo'ladigan bo'lsa, parlamentni tarqatib yuborishi mumkin, prezidentning vakolatini tugatishi mumkin. Mana shu yo'ldan boradi. Hozircha unaqangi Suriyadagidek krizis holatda emas. Hozircha, lekin hamma narsa birpasda o'zgarib ketib qolishi mumkin. Karimovga ko'ra, Erondagi namoyish rahnamoning mamlakatni tark etishiga sabab bo'la olmaydi. Uning aytishicha, mamlakatda bundanda katta namoyishlar bo'lgan, biroq rahnamo mamlakatni tark etmagan. Ijtimoiy gumanitar holatda, muammoli holatda Eron, lekin Suriyada inqirozga kirgani yo'q hali. Shu inqirozdan chiqish imkoniyatlari bor. Masalan, o'sha oldingi safar ham axloq politsiyasini tarqatib yuborgan edi, subsidiyalarni qayta tiklagan edi. Masalan, Eronda hozir shu imkoniyatlar bor-da. Shu non bilan benzinga subsidiyalar bekor qilindi-da yaqinda. O'shalarni yana qayta tiklashi mumkin. Aholining ijtimoiy o'sha himoyasiga ma'lum bir aksiyalarni e'lon qilishi mumkin. Lekin bular hammasi vaqtinchalik-da. Vaqtinchalik vaziyatdan chiqib ketishi mumkin Eron, lekin katta muammolarni hal qilish uchun tubdan islohotlar kerak bo'ladi. Siyosatshunosning aytishicha, Eronga AQSh va Isroil tahdid qilsa ham, u yadro dasturidan voz kecha olmaydi, chunki shu vaqtga qadar hech bir davlat Eronga xavfsizlik kafolatlarini bermagan. Hatto uning tarafdorlari bo'lgan Rossiya va Xitoy ham. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Erondagi namoyishlar hukumat tizimini o'zgartira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va yanada qiziqarli tahlilli siyosiy voqealardan voqif bo'lish uchun Zamon.uz'ni kuzatishda davom eting.